Koson shahridan navbatdagi sotiladigan joyimiz Lo'lazor mahallasida joylashgan. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam agar, vokzaldan Pillaqumga qarab borishlikda chap qo'ldagi ikkinchi ko'cha. Keling, xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsiz, xonadonimiz kattagina 15 sotdan iborat. Kirib kelishingizdan o'ng qo'lda bitta mehmonxona uchun joy qoldirilgan. Yoki buni darvozaxona qilib, buni garaj sifatida foydalanish ham mumkin. To'rda yana bitta mehmonxona va uni tay podval qilingan. Bu tomonda esa ikkita uy va bitta ayvoncha bor. Banya, hojatxona uchun alohida joylar ham ko'tarib qo'yilgan, usti yopilmagan. Keling ko'rib chiqamiz. Bu xonamizdan banya va hojatxonaga o'tsa bo'ladi. Ushbu 15 sotixli ikkita xonasi usti yopilgan va bitta ayvonchasi bo'lgan, darvozaxona fundamentlari, mehmonxona ko'tarilgan xonadonimiz uchun egalari $22,000 so'rashmoqda. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman. Bemalol egalar bilan telefon qilib savdolashishingiz mumkin. Orzungizdagi uyni bizlar bilan izlang. Podpiska tashlab qo'ying.